Hamdam soat ham 7 bo'ldi. Lola uyda mazza qilib o'tiribdi. Qo'rqosanmi? Bor, ketaver. Aytdim, qo'ydim-da. Hamdam, shunaqa chekib yuraverasanmi? Ha, chekaveraman. Shunaqa nervniyman, tushunyapsanmi? Bolalar, ana Lola kelyapti. Hamdam, qiz bolani urishdan noqulayroq-da. Qo'yaver, tirik qoladi-da. Agar bizni urib qo'ysa-chi? Agar bizdan urib qo'ysa, o'zim bilan birovni o'zidan dacha zakaz qilib dam oldirib kelaman. Kim so'tay? Sen sotaysan. Nima? Voy-yo, shunaqa krutoymisan? Baxtiyor yoniga borma, cho'rni poyezd ekan. Qoyil. Zo'r ekansan. Qiz boladan kalta yeb, mashinaga o'tiraveramizmi endi? Yeb qo'ygandan keyin nima qilasan boshqa? Lekin birovning o'ziga men ishonmagandim. Aldanib qolamiz deb o'yladim. To'g'ri, Instagramda har xil profillar ko'payib ketgan. Instagram aldab qo'yadi dachada lekin. Endi bundan keyin qanaqa dacha zakaz qilmoqchi bo'lsak, birovning o'z saytidan zakaz qilaveramiz.